Gunohlarning bir yomoni va katta gunohlar, kabira gunohlardan biri zina, buzuqlik. Bu nafsi buzuq, qalbi buzuq, o'yi fikri buzuq, o'zi buzuq insonning ishlaydigan amali. Bu zina. Eng past, razil, xor inson ishlaydigan amal zina. Unga insonning qadri yo'q insonlar ishlaydi. Unga onaning ham qadri yo'q, singilning ham qadri yo'q, xola ammasining ham qadri yo'q inson ishlaydigan amal zina. Bir kishi payg'ambar alayhisolamning oldiga keldida islom haqida so'raganda payg'ambar alayhisolam islomni, shariatni aytdi. Shunda aytdiki: "Ya Rasululloh, hammasini yaxshi, hammasini qilishga kuchim yetadi. Lekin bir yomon fe'lim bor" dedi. "Shu zina qilmasam tura olmayman" dedi. Shu ko'chaga chiqsam darrov bir ayollarni ko'rganda shahvat qo'zib zinoga tushib qolaveradigan bir yomon fe'lim bor. Shunga menga ruxsat bering, menga xoslab turib ruxsat bering deganda sahobalar o'rnidan irg'ib turib ketdi. Shunchalik xabis, nafsi buzuq, razil inson ekan deb. Shunday turgan payg'ambar alayhisalom to'xtanglar dedi. Tegmanglar. Yaqinroq kelchi dedi. Yaqinroq kelgandan keyin payg'ambar alayhisalom qo'llarini shunday yuragiga qo'ydi. Qo'ydida aytdiki: "Shu onang bilan shu ishni qilishga rozimisan" dedi. Deganida "Nima deyapsiz ya Rasululloh" dedi. "O'zingning opang bilan shu ishni qilishga rozimisan" deganida "Nima deyapsiz ya Rasululloh" dedi. "O'zingning singling bilan shu ishni qilishga rozimisan" deganda "Yo'q, o'zingning ammang bilan qilishgachi, xolang bilan qilishgachi va hokazo mahramlarini ayt." Haligi har bir aytganda o'rnidan sakrab turadi. Shundan keyin aytdiki: "Ko'rdingmi? Bularga rozi emas ekansan, ko'chadagi ayollar, qizlar ham birovning ammasi, birovning xolasi, birovning onasi, birovning singlisi qanaqa qilib sen unga rozi bo'lasan" dedi. Axir musulmonning nimasi deydi? Aka-uka deyapti. Opa-singil deydi. Musulmonman degan biz uchun qon bir bo'lmasa ham dinimiz bir bo'lganligi uchun aka-uka, opa-singil bo'lar ekanmiz. Dinimiz musulmon. Qana qilib borib bir musulmonni shu amal bajarasiz? Ya qanday qilib dinni bir chetga qo'ysangiz u birovning onasi ya birovning singlisiga shu amalni qilasiz. Demak, haligi odam payg'ambar alayhisalom aytgandan keyin deydi: "Qo'llarini ko'kragimdan oldi, yuragimdan, shunaqa eng yomon ko'rgan hayotdagi narsa men uchun zina bo'lib qoldi" dedi. Eng shu gapdan keyin, shu narsadan keyin qalbimga shu narsa tushib keldi, eng yomon ko'rgan narsa zina bo'lib qoldi dedi. Zina qilib qo'ygan kishi albatta uni satr qilishlikka shariat buyuradi. Chiqib, "Men zina qildim, menga hukmni joriy qilinglar" deb shariatga, qozini oldiga bormasin degan. Zina qilgan odam Alloh satr qildimi uni? Demak, uni gunohini kechirishni Alloh xohlab turib uni satr qildi deydi. Shuning uchun u odam uni yashirish kerak ekan. Alloh satr qilgan gunohni chiqib turib "Men bunaqa qilganman, unaqa qilganman" demas kerak ekan. Uni yashirish kerak ekan va doim Allohdan qo'rqib o'tish kerak ekan. "Ey Alloh" deb istig'for aytib, tavba qilib, tahorat qilib, namoz o'qib turib Allohdan gunohimni kechirgin deb so'rab o'tish kerak ekan. O'lgunicha qalbida shuni qo'rquv bo'lib o'tish kerak ekan. Kimning qalbida qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, oxiratdan qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni jahannam o'tida nima qilmaydi deydi? Azob. "Valiman xofa maqama robbihi jannatan." Kim qo'rqsa deydi, qo'rqqan kishilarga, Allohdan qo'rqib, qiyomatdan qo'rqib, shu gunohidan qo'rqqan kishilarga ikkita jannat beriladi degan ekan. Shu gunohdan doim qo'rqib inson endi yashab o'tish kerak bo'lar ekan. Esdan chiqib ketib, men shu gunohni qilgan edim, keyin esidan chiqib ketib, bu gunohlar hammasi xuddi jannati ahlida yashash mumkin emas ekan. Haligi ayol haqida aytgan edik, bir ayol zina qildi, zinodan homilador bo'lib qoldi va payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib: "Ya Rasululloh, men zina qildim, meni poklang" deb aytdi. Payg'ambar alayhisalom betini burdi. Bu degani qozini oldiga kelib oshkora qilma degan gap. Betini burdi. Bu tarafga burganda u yoqqa o'tib: "Ya Rasululloh, men zina qildim, meni poklang" dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom: "Bu jinn emasmi?" dedi. Jinn emasmi o'zini kelib o'zi aybini ochib oshkora qilayotgan deb buni chiqarib yorishga harakat qilyapti. Lekin u ayol yana aylanib kelib: "Ya Rasululloh, men zina qildim deyapman" deb turib oldi. Shunda: "Aturidu an taruddani kama radatta ma'iz degan bir nimani avval zina qilganda qaytarganingdaqa meni ham qaytarmoqchimisiz ya Rasululloh? Allohga qasamki, qornimda homilada zinodan homilam bor" dedi. Ana endi hukm joriy qilinish kerak. E'tirof qilib turibdi, bo'yniga olib turibdi. Shundan keyin payg'ambar alayhisalom aytdiki:
sen ketgin dedi. Bor, farzand qarningdagi bola tug'ilsin, shungacha yurasan dedi. Haligi ketdi. Ta 9 oygachayin yig'lab istig'for aytib qilgan gunohiga tavba qilib 9 oy o'tdi. 9 oydan keyin tug'di. Va bolani lattaga o'rab payg'ambar alayhisalom oldiga olib keldida, "Ya Rasululloh, men zino qilib mana shu bolani tug'dim. Meni islomning hukmini joriy qiling" dedi. Qatl o'ldirilishlik kerak. Bu o'ldiriladi islomda. Shundan keyin nima qildi? Shunaqa deb olib kelgan edi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Sen qaytgin, bu bola dedi, endi emizadigan bola, buni haqqini bergin, emizgin buni 2 yil. Keyin dedi, qo'lida biror narsa yeydigan bo'lganida kelasan" dedi. Olib ketib 2 yil to'liq emizdi. 2 yil to'liq emizdi. Hatto emizishdan ajralib, qo'lida bir parcha nonni yeydigan bo'lganida payg'ambar alayhisalom oldiga yana yig'lab ko'tarib keldi. 2 yil 9 oy. 2 yil 9 oy gunohni aligini esdan chiqarmadi. Yana ham bolangiz non yeydigan bo'lib, endi yuradigan bo'lib, haliginaqa eng shirin vaqtida qo'ychi endi bormay qo'ya qolaychi endi. Qo'ychi endi shu narsani tavba qildim deb o'tib ketaychi deb qo'ya qolamiz agar. Nima qilsa? Ha shunda ham ko'zini nima qilmasdan bolasini shunday tashab ketyapti. Hech kim yo'q uni boqib oladigan. Shunday bolam nima bo'ladi degan narsa emas. Oxiratdan qo'rqqanligi uchun payg'ambar alayhisalom oldiga keldida, hali bolani shunday olib keldida, "Ya Rasululloh, mana parcha non ko'tarib yeyapti. Bir nonni shimib yeb turgan edi bola." Shunda payg'ambar alayhisalom, "Kim bolani boqib oladi?" dedi. Sahobalardan biri, "Men boqib olaman" dedi. Bolani unga topshirdi. Shunda haligining ko'kragigachayin nima qilib turib, chuqurcha kavlab, chuqurchaga bog'lanib turib, keyin chuqurchaga turpoqlar bilan to'ldirilib chiqib keta olmaydigan. Keyin toshbo'ron qilib o'ldirilganda, shunda tosh otayotganlarning ichida Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu toshni otganda haligining chachragan qoni yuziga teganda, "Buzuqning qoni" degan gapni aytdi deydi. Shunda "Mahlan ya Xolid, ey Xolid, shoshmagin" dedi payg'ambar alayhisalom. "Bu ayol shunaqa tavba qildi" dedi. Agar yer yuzidagi hamma insonlarni jannatga olib kirib keta oladigan darajada tavba qildi dedi. Yer yuzidagi barcha insonlarni jannatga olib kirib keta oladigan darajada tavba qildi bu ayol degan gapni aytdi. Demak, inson shu gunohni qildimi, xotirjamlik bo'lmaslik kerak ekan. Qalbda doim bir qo'rquv, qalbning siqilishligi, Allohdan qo'rqib duo qilishliklar davom etib turishligi kerak.